Biz qayerda xato qilamiz? Nega munosabatlarimiz takror bir xil tugaydi? Sabab siz o'ylaganingizdan ancha chuqurroq. Assalomu alaykum do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Bugun siz bilan odamlarning munosabatlaridagi eng muhim jihatlardan biri bog'lanish turlari haqida gaplashamiz. Bu mavzu sizning do'stliklaringiz, sevgi munosabatlaringiz va hatto o'zingizni qanday tutishingizni ham tushuntirib beradi. Keling, barchasini 3 daqiqada oddiy qilib tushuntirib beraman. Bog'lanish turi nima? Bog'lanish turi bu odamlar yaqin munosabatlarda qanday his qiladi va qanday munosabat quradi, shuni ifodalaydi. Bu odatda bolalikda shakllanadi, lekin kattalarda ham aynan shunday davom etadi. Bog'lanish turining 4 turi mavjud. Birinchisi, xavfsiz bog'lanish. Xavfsiz bog'langan odamlar yaqinlikdan qo'rqmaydi. Ular ishonadi, ochiq gaplasha oladi, chegaralarni biladi. Meni tashlab